Kelar yili beradigan zakatni bu yil berib o'tish. Savol. Assalomu alaykum. Kelar yili beradigan zakatni bu yil bersak bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Ma'lumki, ulag'larning, pullarning va savdo tovarlarining zakati bir yil o'tish bilan vojib bo'ladi. Vacib bo'lishdan ilgari zakatni berib o'tish masalasiga kelsak, zakatni oldin berib o'tishni taqozo qiladigan jiddiy bir ahvol bo'lib qolganda. Masalan, biror yaqin tuqqani yoki do'sti yoki diniy qarindoshi og'ir og'rib qolib, zakatdan yordam qilish jiddiy bo'lib qolsa yoki qarzga bo'g'ilib qolgan biror yaqin tuqqanini yoki do'stini yoki diniy qarindoshini og'ir ahvoldan qutqizish zarur bo'lib qolganda yoki yer tavrash, o't ketish va boshqa ofatlar sababidan jiddiy qiyinchilikqa uchragan musulmonlar bo'lsa, boshqa yordam qilish yo'llari yetishmay qolsa, kelar bir yilning zakatini hozirgi vojib bo'lgan zakat hisobi bo'yicha oldin berib tursa bo'ladi. Ammo kelar yili zakat vojib bo'ladigan vaqt kelganda, qo'lidagi iqtisod o'tgan yili zakatni oldin berayotgan chog'dagidan ortiq bo'lsa, zakat berilmagan iqtisodga qayta zakat berishi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jiddiy zarur bo'lganda Abbos radhiyallohu anhudan 2 yilning zakatini oldin olgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Abbos ibn Abdul Muttalibga kelsak, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tag'isidir. U zakat uning bo'ynida. Uning bilan uningdek yana bir hassami billa dedi. Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi mundaq deydi. Zakat berish vojib bo'lgan kishi kelar yillarning zakatini oldin berib o'tish masalasiga kelsak, Imom Abu Hanifa, Shafi'i va Imom Ahmad qatorliq ko'pchilik olimlarning nazarida joizdir. Shunga ulag'larning, pullarning va savdo tovarlarining zakatini iqtisodiy zakat berish o'lchamiga yetgan ahvolda oldin berib o'tsa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 79-numurliq fatvo.